Barchaga assalomu alaykum. Hurmatli global obunachilari, bugun sizlarga qo'limizdagi flagman modellar, undan tashqari chegirmaga tushgan yangi smartfonlarimiz bilan arzu qilamiz. Bizni kuzatishga davom etinglar. Bizni qo'llab-quvvatlashlarini umidamiz. Chunki biz sizlarga eng tiniq smartfonlar doimgidek arzon narxlarda qo'limizdan kelgancha borini aytib, A- bo'lsa A-, B+, birorta sal nuqtasi bo'lsa ham B+ holatdagi smartfonlarni doim sizlarga aytib deb sotamiz. Hurmatli obunachilar, biz smartfonlarimiz 100% xudo xolasa imekalar ofitsialniy o'tgan bank ilovalaridan ham hech qanaqangi muammolar bo'lmaydi. Bizda juda ham ko'p o'qituvchilar, masalan, Voha tomon, Toshkent, Andijon tomonlaridan ko'p o'qituvchilar olishadi. Bank ilovalaridan ham inshaalloh hech qanaqangi muammolar bo'lmaydi. Xo'p, qanaqa murojaat, qanaqa savollaring bo'lsa, tevadagi nomerlarimizga murojaat qilaverasizlar. Men sizlarga birinchi bo'lib kamyob bo'lgan, chiqqaniga ancha bo'lsa ham 3-4 yil bo'lgan bo'lsa ham yangilari bizda mavjud smartfonlar, noodatiy smartfonlar sizlarga taklif qilaman. Qo'limda Poco X5 Pro 8 ga 256 5000 mAh batareya, absolutno yangi, zapechatniy. Bu smartfonlarni 370-380 dollardan sotganmiz. Men sizlarga chegirma qilgan holatda 270 dollarga X5 Pro smartfonni taklif qilaman. Xo'p, qo'limda S21 FE smartfoni hali ham bor. Bilasizlar, 2021-yilda ishlab chiqarilgan. 4 yil bo'ldi. Lekin bizdan yangisini topishlar mumkin. Bejida qo'llab-quvvatlaydi. 8 operativka, 256 xotirali smartfonimiz sizlarga chegirma qilgan holatda 300 dollarga qilib beramiz. Keyingi smartfonimiz esa S23 FE smartfoni. Rangi ham 14 Pro Max rangidan, purpur rangda. Bejida qo'llab-quvvatlaydi. 8 ga 256, absolutno yangi, ikkita sim kartali Vietnam. Narxini esa hurmatli obunachilar 485 dollarga. Xo'p, qo'limda bir emas ikkita Redmi 14C smartfonlari 128 talik, narxi 113 dollarga, 128 talik yangi. Xo'p, endi iPhone 14 Pro'lar Blue, Green, qora 6 operativka 128, 8 operativka 128 hamda 8 ga 256 taliklardan nechta desalaring shunaqangi yangi smartfonlar taklif qilaman. Eng ko'p sotiladigan smartfon albatta bu Redmi Note 14 smartfoni bo'lib turibdi. Narxlari 6 ga 128 talik 170, 8 ga 128 180, 8 ga 256 esa 193 dollardan. Endi 2025-yilda eng xatarli bo'lgan smartfonimiz A56 beji smartfonimiz. Absolutno yangi 1 yil servis garantiyaga bo'lgan bu smartfonimiz 8 ga 256 hamda 8 ga 128 talikdan chegirma qilib beraman. 8 ga 128 talik 360 ga, 8 ga 256 talik esa 390 dollardan. Zapechatniy 1 yil servis garantiyaga bo'lgan smartfonlarimizni xarid qilishlaring mumkin. Endi Redmi 14 Pro smartfoni. Bu smartfonda 8 ga 256 orqa va oldilari qayrilgan 5500 mAh akkumulyator. Xuddi shu korobkaning rangidagi rangda, Aurora Blue rangda. Narxlari esa hurmatli obunachilar 265 dollarga. Endi Honor ishqibozlari uchun Honor X7s smartfoni qora rangda 8 ga 6 ga 128 talik yangi, bu ham ko'rishlaring mumkin. Rangi qora rangda. Narxi esa hurmatli obunachilar 160 dollarga. Xo'p, qo'limda Samsung S25 smartfoni, Snapdragon 865 protsessor, 12 ga 128 xotirali, 4000 ampere batareyaga ega, holati juda ham a'lo darajada bo'lgan bu smartfonlarimizni hozirroq buyurtma beringlar. Black, Grey hamda Blue svetlarni sizlarga taklif qilaman. Smartfonlar juda ham ideal holatda ishlatilgan. Bu smartfonlar hali O'zbekistonda ishlatilmagan. Narxini esa 205 dollardan yangidek birorta nuqtasi yo'q S25 smartfonlarda xarid qilishingiz mumkin. Bundan buyog'iga havo isib ketishiga qaramay, isib ketgandan keyin S21 beji smartfonlarga juda ham so'rov ko'payadi, chunki holati juda ham tiniq holatda, keyin kontaktli, cho'ntagingizda ham zo'r turadi. Bu smartfonlarimiz 120 Hz ekran, bejida qo'llab-quvvatlaydi. 3 xil ranglisi bizda mavjud. Smartfonlar juda ham ideal holatda ishlatilgan. Tanlov o'zlaringda, tanlovlarga qarab, xohlagan ranglarni inshaalloh bizga zakaz beringlar. 100% imekalari ofitsialniy o'tgan holatda, bonuslari bilan shunaqangi ideal holatdagi smartfonlarimizni yetkazib berishga tayyormiz. Narxlari esa hurmatli obunachilar 230 dollardan. Endi iPhone XR smartfoni 80 yomkiz, 128 xotirali. Narxini esa hurmatli obunachilar oz-moz mana shilingan joylari bor, bunaqa strashniy emas. 170 dollarga qilib beramiz. Samsung S10 Plus
8128 4100 mAh akkumulyator holati zo'r holatda bo'lgan S10 Plus smartfonimizni buyurtma beringlar. Bu smartfonimiz narxini sizlarga $195 ga qilib beramiz. Imekasi 100% ofitsialniy o'tgan. Salafan holatdagi S10 oldidagi o'zini original laminatsiyalari ham olinmagan ekranlarda shunaqangi muammolar yo'qligini ta'kidlab o'tamiz. Qaranglar. Hamma tomonda salafan turibdi. Juda ham ideal holatda. Narxi esa $185 ga 100% imekasi ofitsialniy o'tgan holatda. Endi ikkita sim kartali S10'imiz bor. 8 ga 128. Petnolari bor, g'ilof ishlatilgan korpuslarida, lekin narxi juda ham arzon narxga qilib beramiz. Ekranlarni ham ko'ringlar. Ekranlarni ham xudo xolasa hech qanaqangi muammolari yo'q. Inshaalloh do'konimizga kafolat xatlarini yozib beramiz. Narxini esa sizlarga hurmatli obunachilar $142 ga qilib beramiz. Xo'p, salafan holatdagi Samsung S23 bejli smartfonimiz. To'rala tomonida salafan olinmagan green rangda, salafani bo'lmasa ham holati a'lo darajada bo'lgan qora ranglar. Xo'p, bu smartfonlarimiz Snapdragon 8 Gen 2 prosessor, 8 ga 512 lik 3900 mAh akkumulyator, bitta sim karta, bitta eSIM ishlatib olasizlar. Narxini esa sizlar uchun hurmatli obunachilar $385 ga qilib beramiz. Ketidan juda ham bahaybat bo'lgan, akkumulyator jihatdan nihoyatda kuchli bo'lgan Samsung S21 Plus smartfonlarni taklif qilamiz. 8 ga 256, 4800 mAh akkumulyator, qora rangli esa $255. Endi Samsung S10 bejli smartfonlari hurmatli obunachilar juda ham tiniq holatda. Qorasini pastida ham, tevasida ham salafanlar turibdi, olinmagan. Salafanni hech kim yopishira olmaydi, radnoy bo'ladi bu salafanlar. 8 ga 256 hamda 8 ga 512 tali S10 bejli smartfonlarimizni $205 ga $220 dan xarid qilishlari mumkin. A82 bejli smartfonlarimiz, ya'ni bitta qorasida to'rala tomonida salafani bor ekan. 6+6 RAM, 128 xotirali, 5G da qo'llab-quvvatlaydigan orqasi hamda oldilari qayrilgan. Ekranlarda hech qanaqangi muammolar yo'qligini ta'kidlab o'tamiz. Bu smartfonlar O'zbekistonda ishlab ulgurmagan. Narxlarini esa sizlarga $175 dan. Endi juda ham kuchli smartfon, prosessor Snapdragon 8 Gen 1 prosessor, 8 ga 256, 4500 mAh akkumulyator. Eng hadovli smartfon deb aytaveramiz, chunki bu prosessor ham nihoyatda kuchli, akkumulyatorlari ham zo'r chidab beradi. Bu smartfonlar sizlarga hurmatli obunachilar $317 dan tanlovlaringga qarab, xohlaganlarincha shunaqangi juda ham tiniq holatlarni yetkazib berishga tayyormiz. Endi 200 megapiksellik kamera, Snapdragon 8 Gen 2 prosessor, 12 ga 512 talik, juda ham tiniq holatda, eng hadovli qora ranglisidan bir dona S23 Ultra smartfonimiz kirib keldi. Narxini esa $545 ga. 3 xil rangda S22 Ultra smartfonlar taklif qilaman. Qora, burgunda hamda yashil ranglilari. 12256, 5000 mAh batareya, 108 megapiksellik kamera, xullas smartfon zo'r holatda maza qilib ishlatasizlar. Narxlari esa $430 dan. Hurmatli obunachilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Inshaalloh qo'limizdan kelgan sizlarga video qilishga davom etamiz. Qanaqa murojaat, qanaqa savollar bo'lsa, tevadagi nomerlarimizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.